Diqqat qiling, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet markazi 23-iyuldan 30-iyul kunlariga ob-havo prognozlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida havo biroz bulutli, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 26-iyulda 13-18 metr sekund tezlikkacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 23-dan 28-iyulgacha 20-25 daraja iliq. 29-30-iyul kunlari 22-27 daraja iliq. Kunduzi 23-24-iyul kunlari 32-37 daraja issiq. 25-dan 30-iyulgacha 37-42 daraja issiqgacha ko'tariladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 25-26-iyulda 13-18 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 23-dan 25-iyulgacha 20-25 daraja iliq. 26-dan 30-iyul kunlarigacha 23-28 daraja iliq. Kunduzi 23-iyulda 32-37 daraja issiq. 24-dan 30-iyulgacha 37-42 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 25-26-iyulda 13-18 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq. Kunduzi 23-iyulda 30-35 daraja issiq bo'ladi. 24-dan 30-iyulgacha 34-39 daraja issiqgacha ko'tariladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq. Kunduzi 23-iyulda 34-39 daraja issiq bo'ladi. 24-dan 30-iyulgacha 37-42 daraja issiqgacha ko'tariladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. 23-24-iyulda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. 25-dan 30-iyulgacha yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 23-iyulda 30-35 daraja issiq bo'ladi. 24-dan 30-iyulgacha 34-39 daraja issiqgacha ko'tariladi. Respublikaning tog'olli va tog'li hududlarida havo biroz bulutli, ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. 22-dan 25-iyulgacha qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. 26-dan 30-iyulgacha yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ayrim joylarda 13-18 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq. Kunduzi 23-iyulda 20-25 daraja iliq bo'ladi. 24-dan 30-iyulgacha 24-29 daraja iliqqacha ko'tariladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.